Bayam Yaqub çoğunadımız buldu. Şu yakın gipini dedik. Şu sizningcha aqliy emgak qilish qiyinlikni kechiktirishga qanday foydasi bor? Aqliy emgak bilan qiyinlikni kechiktirish yoki sog'lom yashashninki munosabati nihoyat cho'ng. Men bayağı 4 saat ishlayman deb qo'ydim. Mening ba'zida 10 saat ishlab o'tgan vaqtlarim Bir kunda. Bir kunda o texim ko'proq salmoqni egilishi mumkin. Menda bu bir odamning ahmoqligini ko'rang, shundaqmi ishlab o'tamdi deb qolmasin deb bayağı rasmiyat aytganda yushudim. Qorovdikilar bildi. Men maktabda ayrim ishxona bergan. Hozir ishxonamni qaytarib etdim. Men ba'zida atdigan saat chayimni ichib bo'lib, saat 7:30 bilan kirib kelsam, tushda bir tamoq yeganimni hisobga olmaganda, men saat 8-9gacha ishlab ketdim. Kech soat 8. Kech soatgacha ishlab ketdim. Mening qo'limdan bek jiq ish chiqatdi. To'g'ri. Hozirmi meningki bek charchig'inim ko'p bilinishmaydi. Ammo o'zimni tortman. Azroq ishlayli deb. Endi mushu gapning shu aqliy emgakning qiyinlikni kechiktirishga foydasi nihoyat zo'r. Chunki manda deydi, shoirlarni deydi. Shoirlar ko'pincha o'zining balalik vaqtida yashaydi deydi. Chunki balalikda yoshlik emas, balalikdagi ishlar toshga mo'r bosgandek. Qiyinlikdagi ishlar qumga xat yozgandek deydi ekan. Psixologlarning tadqiqotidan qaragandimi, odamlar o'zining balalik vaqtini aldirab unutib qolmaydi ekan. Men hozir tunugun ishni ba'zida unutilib qolaman, sal qo'rqaman. Lekin azroq diqqat qilib, bir necha yilning oldida uyimda biror kitobning ichi qistirib qo'ygan xatchak yoki bir xotira yo bir pas she'r bo'lgan bo'lsa, bir necha yilning oldida qo'ygan yerdan hozirmi topa olmayman. Demek isiniz yaxshi kelsa. Shuni qarab men taxi Loniyan chidayjing bo'lmagan o'xshayman deb qolaman. Umuman shoirlarni balalik vaqtida yashaydi deydi. Cho'nglarmi o'zining yoshlik vaqtida yashaydi. Agar shu chaqdagi jo'shqin vaqtlarni, shu chaqdagi o'zining intayin qiran mezgillarini o'ylab, uni hozirgi yaşangan vaqtiga bir xil turtki qilsa, ilhom qilsa, yalnız jismoniy jihatdan emas, aqliy jihatdan yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Men shunday o'ylayman. Aqliy emgak, jismoniy emgak hammasi o'xshashla odamning qiyinligini kechiktirdi. O'tgan kun chiqarib qo'yibdi. Qashqar Yangichar noyasining Qo'masherik yezisidagi 134 yaş. Uzun ömür çolpani degan. 134 yaş kiribdi. Naqsha aytib berdi. So'zlari shundoq ravon, esi shundoq joyida. Jismoniy emgak qilgan. To'g'ri. Mening haliqi navra akam Yaqubmi jismoniy emgak qilgan. Aqliy jihatda hech qaysi kamtik emas. Demak, hem jismoniy emgak, hem aqliy emgak o'xshashlar odamga umuman hareket berkat. To'g'ri. Ayda bo'lish kerak. Men ilmi ham pensiyaga chiqqanlarning bo'libmi? Burun o'zi shug'ullangan kasb, hunar, tadqiqot va boshqa ishlar bilan ilm ham ozdu ko'pti bo'lsin, shug'ullanib qo'yishini umid qilaman. Ulanıka yakında mı şu Şinjan Radyo Televizyon Stansı yeniden yol koygan Studiyaga kim keldi degan programmaning mı şu Hanzucha tercümesini siz işlep beripsiz. Shunaqqa? Demek siz mushu sharqliq mushu yosh san'atkorlarni ya bo'lmasa yosh cho'lponlarni qo'lladim, mushlar yordam qildim deb o'ylamsiz? Men bu ishni bak xushallik bilan qabul qilaman. Televiziya stansiyasiga mundaq Studiyaga kim keldi degan programmada nurg'un naqsha tekstlar bordi. Tarjima qilib bersangiz aka dedi. Men sordum. Buni Hanzuch aytadigan tariqada tarjima qilamizmi yoki ko'rinmali etdi. Mundaq ko'rinmalar ekrandagi xatni o'qigidek qilib tarjima qilamizmi desam,
көрерменler ekrandan aşkatını okuyarak tercüme kılmayızdı. Eğer çünkü onda fark var. Doğru. Nakış kılıp etkidek tercüme kılmayız dese ben onu küçap. Devlet tilde nakış anlaydıqalla acep nakış eken dep qagıdek kılıp tercüme kılıp verme. Doğru. Eğer asas mezmunun tercüme kılıp vereyim dese asas mezmunun tercüme kılıp verme. Ülüş gün keşte bizim qaysı mektinde merdan dep bireylen. Aldın külleri 8 parça nakış tekstine berdi. Muşnu bir tercüme kılıp bergen bolsunuz. Muşnu eğitmakçı yok. Lekin xensuça eğitmayımız. Ama yukarı rehberlikten köyümüz bulmaydı dedi. 8 parçasını tercüme kılıp berdim. Tünügün keşte yani bir parça nakışı var dedi. 8 Mart'ta bağışlap eğitmakçı yok. Pek ciddi olup kaldı deyip de ettigen ben mağduruyut deyip. Tercüme kılıp. Meye geldim. Ben bir yaşlığa yölekçi buluş, yardım bir işine üzerinden burçum deyip çağlayım. İkinci birisi, ben ulanın hazır tırışçallıqıdan özlemlik bir medet alayım. Ulanı kösem üzerinden yaşlık çağlarım eskilip, şu çağlarda münçilik işine kılmağın okşaydı kemmen deyip, sen ökünüp kaldığın çağlarım mı? Oladı. Demişsin mi o çağda hazırlıkıdek medeniyet, sanat, edebiyat hazırlıkıdek güllep yaşanan şarait yok da. Şarait yok idi. Doğru. Öz devrige layık battı. Lekin hazırlıkıdek emesdi. Şimdi bazıda seliştiğilim bulmaydı bunu. Bazıda seliştirişmi doğru emez. O şu devrinin ihtiyacı. Hazırlıksı bu devrinin ihtiyacı. Şimdi yaşlığa yardım bir iş, yaşlar bilen emden buluş. Belki benim salamet, akli cihette bek tosalgı uçurmay yaşavatkanlığımdan bir kıla energiya küçük o değil mi? Demek siz bu işini şu özara nep algan bir ehvalga, bir xil qarashqa aylandırıpsınız. Demek men yaşlarga belgilik narsa beriş bilen birlikte şu yaşlarning vujudidagi aşındaq jushqunliqni, juqur kayfiyatni men özemga alaman demekçi. İmanka köptün köp rahmat. Bek yaxshi gaplarni qilib berdingiz. Endi biz shu programmamizning ismini Hayotqi Madiya deb qo'ydik. Albatta, hayotqi bo'lgan Madiya, shu davrga bo'lgan Madiyani o'z ichiga oldi. Siz shu umr yo'lingizga nazar solg'ach, hayotga qanday Madiyalarni o'qiysiz? Men başta aytgandek hayotlik bunda qarmoqqa nait murakkab narsa. Yani bir qarmoqqa intayin oddiy. Bu murakkablikmi, oddiylikmi şu adamning hayot tutgan pozitsiyasiga bog'liq. Hayotni bir xil o'xshallik ichida o'zining qonuniyati bo'yicha xotirjamlik bilan davomlashtirma desa, hayotga nisbatan bir qimmatlik o'zimning qoldirib suyishlik töhfamni qoldirib o'taman. Men yaşagan shu vaqtlarni yoki tarixdagi shu sahiflarni bekor qo'ymayman desa, bu intayin oddiy hayotga tutgan pozitsiya oddiy yoki hayotlik oddiy bo'lgan. To'g'ri. Agar men shu yaşagan ömrümdə andaq qilib olsam bo'ladi, mandaq qilib olsam bo'ladi, uningga erishsam bo'ladi, buningga erishsam bo'ladi deb o'zimizning taqdim qildiganlardan erishmoqchi bo'lganlarimiz ko'payib ketib, jamiyatning taraqqiyotiga yoki davrning ehtiyojiga mos kelmaydigan qilmishlarda bo'lgan bo'lsak, bu hayot ham battam tetiksiz ve murakkab bo'lib ketishi mumkin. Şuna bu yerdeki mesele, men boya aytgandek, adamning hayotga bo'lgan bir to'g'ri ro'yi holati intayin muhim. Biz şu sebepten şu hayotga Madiya degan programmada bu hayotlik yalnız adamning hayotligi emas, davrning hayotligi. Biz şu davrning uzak mezgil davamlashishi, uzak ömür görüşü, yoki mangulik mavjud bo'lib turishini tilaymiz. Bu davrning hayotiga bo'lgan bir xil Madiya.
Tabiat dünyası özünün kanuniyeti boyunca bizge birikik küçük narsalarning hammini berip geldi. Tabiat dünyası bir-biri bilen icil inak maslashib yaşaydı. Bu tabiat dünyasındaki şeylerimi biz medya okuyumuz. Doğru. En mühimi insanda özüge, ata-anaga, cemiyetke, tabiatke bo'lgan to'g'ri pozitsiya bo'lish kerak. Men buni boya demadim. O'ziga to'g'ri pozitsiyada bo'lish kerak. Ata-onasiga to'g'ri pozitsiyada bo'lish kerak. Cemiyetke to'g'ri pozitsiyada bo'lish kerak. Tabiatga to'g'ri pozitsiyada bo'lish kerak. Bu tabiatni so'yish hem insanlarni so'yish deb atildi. Bizde bir mehr muhabbet bo'lsa, hesdaşlık bo'lsa, yardımlash tuyg'usi bo'lsa, yar yo'lak bo'ladigan mundaq bir iroda bo'lsa, bizning tabiatmi, jamiyatmi, ata-onamizmi, o'zimizmi xotirjam bo'lamiz. Shunga hayotga madhiya degan bu so'z yolg'iz birarsining yoki biror to'pning sağlam, xotirjam, uzun ömür ko'rdigan munda bir muhitda o'sib yetilishini ko'z tutmaydi. U butkul jamiyatning o'sib yetilishini, butkul tabiatning ravon bo'lishini, butkul ota-onalarning bolalardan xotirjam bo'lishini. Umuman hozir biz shug'ullanayotgan har qaysi sohadagi ishlarning sog'lom, ravon davomlashishini ko'z tutadi. Shunga biz hayot madhiya degan bu programmani odatdagi bir odamning salomatligi bilan bog'liq o'xshaydi deb qarasak, biz nihoyatda tor tushunchada muomala qilgan bo'lib qolamiz. İmanka şu sizning şu turmushdagi kiyinish alayligingiz jihatdan şu odatda nihoyat chaqqan yoshlarga xos kiyimlarni kiyishni bek yaxshi ko'rsizga. Sizningcha şu bir odamning kiyim kiyishi mush odamning şu ro'yi kayfiyatiga ta'siri bor deb qaramsiz? Bu gap baya bizninki Nevra akimiz Yakup kam degan gapga o'xshaydi endi. O'zingdan yoshroq odamlarning kiyimini kiyaydigini. Odamda bir xil manda bir ruh bo'lish kerak. Bo'libmi shu men she'rga nisbatan bir manda bir fikrni o'tirib qo'ygan. Birlar dedi, falan şair yaş vaqtida yoshlikni yozgan, qirg'a vaqtida qirliqni yozgan, davr bilan o'zining yeshi bilan tan qadamda olg'a bosgan shoir debdi. Unda bo'lsa bu yaxshi shoir emas ekan dedim. Sen nima ishga dedi? Yosh vaqtida qirliqni yoza oladigan, sog'lom vaqtida o'limni yoza oladigan, qirib ketgan vaqtida bolliqni yozadigan, hatto yigitlik davrini yoza oladigan, özünün en söyündiğin minutlarını qirg'a vaqtida yoza oladigan bo'lsa, andan buni yaxshi shoir degani bo'ldi. Bu she'r ijodiyat deganda bunda qadam mangadigan gap emas, bir xil halqib ketadigan, yosh shaklimiz bo'lmaydi demak. Yoki chekinadigan, yosh shaklimizga qaramaydigan holat bo'lish kerak dedim. Endi hayotlikdimi? Cho'qim qirib ketganlar, qirlarning kiyimi degan kiyim bormi? Unda kiyim yo'q. Qirlarning kiyimi degan kiyim yo'q. O'rta yoshliklarning kiyimi degan kiyimi yo'q. Kiyimlar bor. Bu kiyimni qanday kiyish? Yoshlar kiysin bo'ladi, yoshlar kiysin bo'ladi. Lekin yaşanğanlarda bir xil özümün salahatını yoxutub qo'ymay. To'g'ri. Özümün inovatimga daxl etib qolmasin. Şunu şlapilarni kiyib, kostyum bürülklarni kiyib yoki paltolarni kiyib manda yurish kerak dedi. To'g'ri. Yalnız tashqi salofat, tashqi qiyofat bilan bosib bo'lmaydi. Odamda yana bir xil ichki shijoat, bir xil ichki jalb qilish kuchi, ichki jo'shqinlik, bir ruhiy ko'tarangulik bo'lish kerak. Şunu tabiatmi har xil har rangda ochilgan gullar bilan go'zal. Bahar faslimi birli gul bilan bahar olmaydi. Hamma gullar ochilib ketganda bahar bo'ldi. Odammi bir xil kiyinib, bir xil qiyofat bilan yusib bo'lmaydi. Dunyoning hamma yerida bor. Palani so'ringa manda kiyim kiyish kerak. Palani yerga manda kiyim kiyish kerak deydi. Lekin
Qari adam manda kiyish kerak, yosh adam manda kiyish kerak degan manda. Ölçemi yok da. Bu kayfiyatga bog'liq. Doğru. Qanchaki o'zimizni jo'shqin, ko'taranki ruhliq tutma desak, biz yoshlarni doğrab kiyib qo'ysak, yoshlarning qatoriga tezroq kirib ketamiz. Agar biz nayt ko'rimsiz, qirla xas bir salobiyat bilan bir xil kiyimlarni kiyib yoshlarning qishig'i borsak, ularda qarab qo'yib, bizdan nari ketib qolish mumkin. Shunga bu mu hayot tutgan bir xil pozitsiya. Bu bir xil ro'y holat, bir xil kayfiyat. Biz mangu yaşanganlarning faqat o'zini tashlab etmasligini. Gerçi salomatlikka chekinayotgan bo'lsakmi, ish emgaklarda alsirab qolgan bo'lsakmi, lekin yashash usulida yana bir xil to'g'ri kayfiyatni saqlashini umid qilaman. Rahmat. Bir savol qo'ydim, rahmat. Bayan tiyag'ın nurg'un yaxshi gaplar bo'ladi deymanka. Mushu bo'libmi, sizning mushu hayotga tutgan pozitsiyangiz menga bek ta'sir qildi. Nurg'unlagan ideyalar, nurg'unlagan qarmoqqa oddiy ko'ringani bilan, lekin nihoyat bir to'g'ri bo'lgan, aktiv bo'lgan bir xil hayotga bo'lgan ko'z qarash rasmini bek ta'sirlantirdi. Endi balkim mushning ichida biz hozirgi yoshlarda kamchil bo'layotgan nurg'un narsalar bo'lishi mumkin. Shunga endi so'raydiganim mushu yoshlar sizningcha mushu kunlarini qanday o'tkazish kerak odatda? O'z kunlarini qanday o'tkazish kerak deganda birisi meningcha yilning ishi bahordan kunning ishi sahardan bo'lgandek mushu vaqtida o'zi biror ishning peshini tutma degan vaqtida yoki bilim olaman deb o'qiyotgan vaqtidan boshlab eng muhimi hayotga nisbatan bir xil intilish, hayotdan so'yinish. Mushu dunyoga menda bir to'rilib ekanman. Cho'qim bir ish qilib baqay deydigan g'ayrat iroda bo'lish kerak. Bu mavhum narsa. Buni har qanday odam qilgani bo'ldi. Bir nishon tiklash, iroda tiklash, bel bog'lash, hayotlikdan so'yinish degan bu hamma odam qilishga tegishli ham qilsa bo'ladigan, qila oladigan ish. Bilimlik bo'lish kerak. Bu bilim menga o'xshash hamma narsadan azroqlikdan xayri va abjash bilim emas. O'zi shug'ullanmoqchi bo'lgan kasbdagi muayyan, cho'nqur bo'lgan, to'liq bo'lgan, o'zining qilayotgan ishiga loyiq bo'lgan bilimni pishiq egallash kerak. Pishiq egallash kerak. U saqal burutning hammasini tang qamallayma demay, yoki besh qo'lni tangla ig'izga solma demay, o'zi shug'ullanmoqchi bo'lgan shu tarafdagi kasbning bilimlarini pishiq o'rganish kerak. Endi kunlarini qanday o'tkazish deganda odatda har kunlik planmi bo'lmaydi. Bizdek kunlar sanoqliq bo'lib qolgan vaqtlarda bizga nisbatan har kunning plani bo'lgan bilan yoshlarda kundalik planmi bo'lib ketmaydi. Hatto ba'zi oylik planmi bo'lmaydi. Ammo har qanday plan bir kundan boshlab amalga oshadi. To'g'ri. Shunga cho'qim bir nishon, iroda, ishonch, hayotga bo'lgan so'yinish bo'lsa, menimcha yoshlar o'zining kunlarini ma'nilik, jo'shqin kayfiyat ichida o'tkazalaydi deb qarayman. Endi har qanday egiz binolarning pishiq uli bo'lishi kerak. Har qanday egiz binolarning cho'qim pishiq bo'lgan bo'lishi kerak. Bizning yoshlarimiz hozirdan boshlab yoki o'zi hayotlikni tonib yetgandan boshlab o'zining hayotiga ul selish kerak. To'g'ri. Ul selish kerak. Ul puxta bo'lsa, egiz o'ylami o'rilib ketmaydi. Bir qavatlik o'ylami o'rilib ketmaydi. Ul pishiq bo'lsa, har qanday tavrashlarga bardoshlik beradi. Shu men hozirgi yoshlardan bek jiq narsalar emas, balki bir xil ishonch, iroda, g'ayrat, bilim, hayotga bo'lgan intilish jihatda mukammal bir qarashni tikilsa, ularning kundalik faoliyati yaxshi o'tadi deb qarayman. Natijeli bo'lib qoldi. Salonda
Sizning yazgan bir şiiringizni ko'rgan. O'qigandim, o vaqtda avtorga toza diqqat qilmabdiman, lekin sizni ziyorat qilgandagi tayyorlik vaqtida men yana bir shu she'rni esimga olib qoldim. Qalam, qog'oz, xat deydigan. Bu she'r men shu tunji qitim o'qigan vaqtimda bek ta'sir qilgan, chunki nihoyat bir oddiy qalam, qog'oz, xat uch shaydan foydalanib nurg'ulg'an bir masalalar deyilibdi ekan shu she'rning ichiga, hamda mujassam bo'libdi ekan-chu. Hamda buningdan haqiqatan davr o'xshamaganligiga qarata nurg'ulg'an narsalarda bir o'zgarish bo'ldi. Balkim ba'zi bir hissiyotlar xuddi siz she'ringizni yozganga o'xshash shundoq qalam, qog'oz orqali ifodalanadigan bo'lishi mumkin. Balkim shu hozirgi davrda shu chaqdagi shundoq bir tuyg'ular odam his qilmaydigan bo'lishi mumkin. Hamda lekin biz u davrlarni boshdan kechirmadik. Hamda biz ismimizni bilsaklar, shu internet davri, telefon davri bo'lib ketdi. Hamda mening bilmoqchi bo'lganim, shu hozirgi taraqqiyotga ya bo'lmasa, shu internet dunyosiga qandayroq pozitsiyada muomala qilasiz? Men bu internet dunyosini bek qizg'inlik bilan qo'llaganlarniki birisi. Çünkü hozirgi davr uçur xalqaralashgan. To'g'ri. Bilim hammasi torlashgan. Bütün ish harakatimiz zamonaviylashgan. Hatta yüzegiligimiz mashinalashgan. To'g'ri. Mundaq bir bayashat ko'rkam bir manzilga qarab ketib boramiz. İnternet, tor şu zamonaviylikning mühim belgilerinden biri. Bundan yalnız bilim elipli kalmay, özümüzge tüyüşlük boğan şu kesipke ait bilimle elipli kalmay, özümüzün bilimimiz bile münasebetlik boğan nurgun uçurlardan internet arkalık biz haber taparlarız. Hatta biz bir günün işi de emez, bir saat yak yarım saatin içinde bütün dünyanı aynı çıkalayımız da. Doğru. Özümüzge zörür boğan, lazım boğan her kandak haberlerini biz ondan taparlayımız. Şuna bu bizim yaşlarımız için kelgen bir fırsat. Rekabet dünyasındaki bir fırsat. Doğru. Lekin bu fırsat tayyorlıkı bağlayışıyla hazırlangan. Hizmet kılgan fırsat. Rekabet mi tayyorlıkı bağlarını karşılayan rekabet. O tayyorliksiz turgan adamga rekabet mi yok? Fırsat mı yok? Fırsat mı yok? Muvaffakiyet mi yok? Tayyorliksiz turuşun özü şu zamanda mağlubiyetle derek birdi. Şuna biz burunqula aytkan, mesela o internet yok vaqtlarda Yusuf Hasajib'nin digine akılını, ahlakını, bilimini üçünü bir gevdege aylandırıyor dedi. Akıl ne? Ahlak ne? Bilim ne? Çünkü bilimlik adamın hemmisinin ahlaklık buluşuna atayın. Şunu dep qardı. Doğru. Bilimlik adamın hemmisinin ahlaklık buluşu natayın. Hatta bilim ammaslıqның özü en zor ahlaksızlık dedi. Bunda boğanda biz hazır internet arkalık, biz hazır faydalanış tüyüşlük vasıtalarının hemisi arkalık özümüzde qancha köp yaxshi qurollandırsak, devlet üçün, vatan üçün, hazırki cemiyet üçün biz kolumuzdan kelgen yaxshi işlerinin hemmisini kılarlayız. Bu xil intilish, bu xil ciddiçilik bizni alsırtıp koymaydı, belki kesbimizin toluqlaydı, aklımızın toluqlaydı, bizim texmi ahlaklık adam kılıdı. Biz cemiyet aldıda abroyluk adam bolumuz, ata-anamızdan aldığımız abroyluk adam bolumuz. Hayatımız mənlik güzel ölçüde demek. Mine bireylen Emin akam birey maşinayı diyemeydi, ikincisi çetel tili bilmeydi, üçüncüsü torgu çıkamaydı. Mundaq adamlar 21. esirge mensup emas degenti. Qarsam ras uçaqdı qarsam men 21. esirge kirişke layaqatsiz bir adam bolup çıqqantım uçaqdı. Maşinayı diyemeymen, torgu çıkamayman, çetel tili bilmeymen. Hazır mı şundaq? Hazır mı seliştirganda ende? Hatta
Yaşanğanlarla siliştirgandımı mening muş narsalarım kam. Men bilen teң yaşlıklardan maşina haydaydiganlar, chet el tili bildiganlar, torga chiqa oladiganlar ko'p. Men bu endi shularning qatorida yana mushu davrga, mushu hayotga talpinib obdan yashayapman deb qarayman. Rahmat. Demak, mayli qaysi xil davrda yashashdan qat'iy nazar, o'zida odamda oldi bilan bir tayyorlik bo'lishi kerak. Har qanday narsaga shunaqmi? Uningkin iminka yana bir savol. Masalan, yaqinda men bir naqsh anglab qoldim qarang. Shu oydingda tanha mayishchish deb Libayning she'riga tarjima qilinibdi. Shuning tarjimasini siz ishlabsiz. Bu naqsha menga bek ta'sir qildi. Şuna endi hozir so'rab baksam, qaysi xil muhitda yapamiz, qanday bo'lib shu she'rni tarjima qilib qolgandingiz? Biri bu gapni obdan sordingiz. Endi bu bir xil intilishmendik, bir xil intilish-go, bir xil nishon-go. To'g'ri. Biri ilimizning klassik adabiyotini bek yaxshi ko'raman. İkinci birisi endi qadimgi Xanso tilini o'rganibdiman. Üçüncü birisi şu Libey degan şu şahsga nisbatan şu tariximizdeki en güllengen tang devrdeki şu şair qarta mende bir xil söyüniş, bir xil hürmet var. Men hatta bir parça şiirimde bütün şairlarning hemmisi gap ketip bir Libeyli Qasım bo'laverdi deb yozgan. Mening şiirlerimde aynda bir misram var. Şuna bu kişinin tenha Aydın'da tenha meyiş degan şiirini okup da qarasam bir xil merdanılık, bir xil intilish, bir xil do'stlik kayfiyat urg'ib turdi ekanda. Hatta tenhalıktan paydo bo'lgan bir xil azoblanishmi bor. Buni men 10 necha yilning oldida tarjima qilgan. 10 necha yilning oldida tarjima qilib, bizning Urumchi shaharlik adabiyot san'atchilar birleşmesinden çıkarılan Tengirtağ jurnalına şunu da ilan kılgan. E'lon qilgan. Keyin men tercüme qilib bo'lib material ko'rsam mendan boshqa yana 6 odamning terjimasi bor ekan. Shu she'rni. Shu she'rni. Ha. Shuning bilan biz 7 taylarning terjimamiz 7 xil ekan. Albatta shtaq bo'ldi. Bir parcha she'rni 7 odam 7 xil tarjima. 7 xil tercüme qildi ekanmiz. Şiir tercümesi şunda buludu. Hatta 10 xil bulab ketişim mümkün. Çünkü bir şiirini bir adamның düşünüşü, onun tili işiltişi, onun kapiyerlerini keltirişi, onundaki hissiyatını ifade birişi birbirine okşamaslığı mümkün. Doğru. Tüpki narsa okşaş. Lekin kurulma okşamaslığı mümkün. Şimdi ben bu meselene Libey'nin Aydın'da tenha meyiçiş degan şiirin tercüme qilishdan şiir tercümesiga qadar deb Abdumuraylik adabiyot san'atchilar birlashmasidan chiqargan adabiy tercümeler degan jurnalga 2 yilning oldida bir parcha maqola yozib qo'ygan. Buningdan boshqalar xabar tap qolsin. Yalnız menlam tercüme qilmadim buni. Yana 6 odam tercüme qilgan deb ularning tercümelerini qo'shib berganman. Keyin tuyuqsizlar bizning Muqam ansambilden Kamil Cel'nin ki bir sorunda bu Aydın'da tenha meyiş degan bu tercüme şiirini ağanğı silip naqsh qilib aytganini anglab qoldim. Shu yerda men bordim. Shu sorunda. Shu sorunda men bordim. Bu tuyuqsizlam aytib etdi. Menga debmi qo'ymadi. Bular o'zi shunda tayyorlik qilgan bir ishkan. Keyin men andin torda bu naqshininki umuman aytilishiga nisbatan bir fikrimi yozdim. Şiirdeki hasrat, naqshidagi muhabbat deb tema qo'yib, men kichkina bir narsa yozdim. Chunki bir Kamil inimiz biri Libeyni tushungan. İkincisi Libey tug'an, yashagan tang davrini tushungan. Üçüncüsü bu şiirning o'zini tushungan. Dördüncüsü Libeyning hissiyatini ve şiirdagi hissiyatini obdan tushungan. His qila olganda. Muşunun asasen bu ahangni xuddi bundan 1400 yil burungi ahangdek. Bunda mo'ngluq Libeyning shu chog'dagi ro'yaltiga loyiq holda ishlab chiqqan.
Doğru. Şuna bunu ilan qilgandan keyin nurg'un odamlar bek yaxshi ko'rdi, olqishladi. Men shu chaqda o'zimning bir rahmatimni bildirdim. Bugun mayada yana bir qatam inimiz Kamilga chin qalbimdan rahmat aytaman. Rahmat. İmanka, manda mushu bugungi programmamizga bayan biz ismini atagan mushu naqshini nayt haqtaliq yetkazib o'rindigan Şinjan Sanat Yurti Muqam Ansamblening ataqliq naqshisi Kamil Jalil akamizni taklif qildik. Unda bo'lsa qizg'in alqishlarimiz bilan Kamil akamni taklif bo'lsak, marhamat. Hoş geldiniz aka. Hoş. Muş İmankamga bildirmeyla sizni bir programmamız taklif qildik. Men mushu İmankamning mushu sonini ishlashdan burun nurg'ulg'an materiallarni ko'rdim. Hem şundaqla mushu naqshini anglab qoldim. Şu beshida hamda mushu ziyorat ehtiyoji tufayli anglagan rostga qilsam. Lekin bir qitim aldım, ikki qitim aldım, uch qitim aldım. O'zimni tutib olmayman, bir qancha qitim anglab ketib qoldim. Bunun içindeki hissiyat, mayli aldığın qatar beshidagi müzik bo'lsin. Ondan keyin sizning aytgandagi shu bir xil tayyorgan deb qo'yamiz. Shu davrga kirgandek holat menga bek ta'sir qildi. Undan so'rab baqsam, siz mushu she'rni beshida ko'rgan vaqtingizda siz qanday hissiyat bo'lgandingiz? Aldı bilan salam, hurmatli ustoz, ekran oldidagi barliq tomoshabinlarga salomlar bo'lsin. Bu she'rni 2018-yili şu ündidarcık taqaldı bu. Taqılıp bir dostum evetip koyaptı. Qarasam bu tercüme vaqt İmin Ahmed ustazning bu tercüme qanlığının xabarim yo'q. Aslında tercümesi İmin Ahmed deb yozganlik emas. Bu acayip yaxshi she'r ekan bu deb Libayning ismi acayip yaxshi tercüme qilibdi deb men bir xil hissiyat keldi-da, buning hissiyat kelib o'yda yolg'iz o'tirib gitarani chelib, tarang'ishib, ishlab baqdim. Yana o'zimga yoqmagandek bo'ldi bu. Yoqmagandek to'xtatdi. Buni men cho'qim bir yaxshi bir naqsh qurib asar qilib chiqarishga tirishib baqay deb Libay to'g'riliq izlanib baqdim o'zim. İzlenip hem oturma etip bu kadar kavaklarımızda mı o Libya doğruluk biz ançımın düşençi bağ destek kadar ki çonkur emez. Yine torlarını aktırıp düşünüp onun boğan hem de şu Libya'ya boğan ançımınçı düşençimiz çonkurlaştı. Şununla bu ağını özgertip işlep bir nakış kıldım. Nakış kılıp saklap bir şekilde sakıldım. Bir yıl ötkendeyken hem de ustazla bir sorunda birlikte olap kaldık. Ustazı yargandayken taktım hem de bir yerde eğitip verdim. Eğitip versem şunda yüzümü hoş oldu. Razı oldu, razı oldum balam sende. Şimdi ehsan buldu kendine. Şu men hatırlayam bop şuna onu taqıp jemet qısak yaxshi ta'sir bo'ldi ham o'zimga xush oldu. Demek bu şu naqsh o'rlashdan burun avval şu she'rni yozgan Libayni bir azroq tushundingiz, shundaymi? Bu nayt yaxshi bo'ldi. Undan keyin masalan bu naqshi ijod bo'lib chiqilgandan keyin jamiyatda qanday bir ta'sirlarni qo'zg'adi? Başta onda birinci kıtım takat yok. Birinci kıtım bir yılın aldı takat kandı. Bir yılın aldı takat şu vaktimde ait yaxşı tesir oldu. Keyniden o ustazdan çıkıp fikirleştik, parangliş şunandaki otak koptu nurgun derslerini öğrendik. Ustaz bizge sanat mektep vaxtida mı ders bergen. Muqam tadqiqat to'g'riliq derslerini algandaki biz araliq ba. Bizge ustaz bo'lgandaki biz yakın paranglish fikirleş aldı bomba. Keyniden anda biz o'zaro tushunish, texim yüzümüz ishonch berdi, media bizge rag'bat berdi. Onun keyinden İpek o sadasından bu da cabinlap qatnashib, u yerda naq maydon urildik bu naqshini. Shu chiqqandagi tig'imi bunun keyin ko'rilishi, anglishi, jamiyat bo'lgan ta'siri boshqacha bo'lib bu jamiyatda alqishga erishdi-da. Shunda xush bo'ldik biz. Shu ustozga rahmat aytamiz, shunda isil she'rlarni tarjima qilib bizga yetkazganiga. Rahmat. Demek bu şu fırsatta İman Ahmedi efendim köpten köp teşekkürümüzü bildirmez. Hakikaten hazır minança hem de şu nakşı yetiş sanat cihetti mi? Nurgun nakşılar belki şu tekst cihetten kıyınılatkan buluş mümkün. Şunda koy yaxşı bir tekst bulunmağalık. Onun üstüge biz bayam dep ötken şiir biz özümüzden Jungo'nun klasik edebiyatındaki nayt bir dağlık şiirlerinin birisi. Demek bu Uygur tiliga tercüme kılınıp hem şundaq bir yaxşı ahanglaştırış arqılıq şu köpçülük bilen yüz görüşü menimce nayt bir hemimiz hoş boğadak bir güzel bir iş. Şuna muş fırsatda men İman aka sizge bunu nayt çıraylık orundagan Kamil aka sizge mi köpten köp rahmet eytime. Bunun dinkin keştiranlar teximi futuqlıq bolsun. Rahmet. Devlet tilida yozilgan muşundaq she'rlarni meyli tercüme qilib, bo'lsa tercüme qilib mush o'zimizningki milliy ahanglarga selib ishlab taqatsak bu memleketimiz bo'yicha zo'r
ta'sir qo'zg'aydi. To'g'ri. Masalan, hozir bir piyola may oddiysi. Buni bizning Xansu naqshlardan nurg'un odam aytib baxtdi. Agar biz Libya'nın yoki boshqalarning ayndaq she'rlarini tarjima qilib, milliy ohangga solib aytsak, bu bir tarixiy xarakterli. Bu bir davr bilgish, bir hadisa bu. Oddiy elam bir ish emas. Oddiy elam bir ish emas. Uning ustiga eng yaxshi she'r, eng yaxshi tekst bo'la oladi. Libya'nın eng yaxshi she'ri. Buni bolalar bayqabdi. Bu eng yaxshi tekst bo'libdi. Ohangga solgandan keyin qanot chiqdi. Yalnız bir yerden emez, bütün memleket işte uçup yürüyordu. Doğru. Ben bu sorunda inimiz Kamil'a, çın kalbimden rahmet etmen bolsa bunun dinkin. Yani aşındak tekstlerden biz mi temellep versek, özümü tirişip baksa muvaffakiyet kazanacak dilektaş. Rahmet. Hürmetli krallı görünmen dostlar köpçülük. Bayam tiyagı muşu nakşini bək jiq tərifləb getdik, tərifini qıb getdik. Bugün şu programımız naq meydanıqımı Kamil Celil akımızı mən təklif qıldıq. Ondaq olsa, həmimiz şu naq meydanda şu naqşını bir anlap basaq deyə ümiddə orundab bəsək bulam da. Mərhəmət. Mən kuzam bilen gülge qarab Ülpütüm yok ötmedi kaldın şarap Ülpütüm yok ötmedi kaldın şarap Aygımay tutsam yenimga keldi ay Yandı sayem Kalmadım yalğız sıra Aygımay tutsam yenimga keldi ay Yandı sayem kalmadım yalğız sıra Belkin ayının livi meydinleri Koymadı sayem halını sorar Belkin ayının livi meydinleri Koymadı sayem halını sorar Hemra desem çağlık işken Ötkide ömrüm bakarsız bek harap İkisi hemra desem çağlık işken Ötkide ömrüm bakarsız bek harap Şahisam tulgunar asmandı ay Çekid olsuldu sayem ıstırap Nakşa issam tulgunar asmandı ay Çekid olsuldu sayem ıstırap Vaktıda sır düşüp yürgen bilen Mes bulup kalsak giderken ıstaral Sak vaktıda sır düşüp yürgen bilen Mes bulup kalsak giderken ıstaral Üçün asmanga çıksam bulgudek tartpıca tenha jürüp bunca azap Tartpıca
tenha yürüp bunca azap.